Ay, opangning tug'ilgan vaqtini bilamsan? Asta, bilmaydiganman. Men texsini bilaman damdikin daptiman. Sen bek vafosizkensan Jumo. Buni opam menga aytib bermagan tursa. Ay, aytib bermasa so'rashni bilmamsan? Hay, bechora ota-onalar. Opangning seni qanchalik jafoda cho'ng qilganini bilamsan yo'q? Vafoga jafo qildi degan mushu-shuda. Nimalarni deydigansan? Gapingni faqat tushunamadim-ku. Hay, men sana desam, bu vafoga jafo qilish degan idiom u bir she'rda o'ttirg'i qo'yilgan. Yanala sana aytib beray bo'lamdi. Angla. Qadimgi zamonda bir ona shaharga imtihon bergili mangan o'g'lini uzatqili chiqibdi. Balam, bazora qaytib kel. O'qishib tamoq etib, seni saqlab turay, ha? Ma'qul. Sizni shaharga akitib, rohatga erishtirman. Xotirjam bo'ling. Bo'ldi. Kirib keting, opa. Xo'sh. Shundaq. Har qancha ko'zi qiymisimi, baribir ayrildigan gapda. O'g'lim, hozir havo sovib qoldi. Salomatligingga diqqat qil. Hargiz sovuq tekkizib olma. Menmi sendan xotirjam bo'lay. Shundaq qilaman, opa. Bo'ldi. Mendan ansirma. Endi yoq yurtlarda yashaydigan bo'ldim. Men tikib bergan kiyimni kiyib, meni eslab turg'in. Bo'lamdi. Qarag'ina, kiyimingni yirtilib ketmasin deb bek pishiq yamavatdim. Endi hargiz yirtanmaysan. Opa, bo'ldi, jafo tatmang-a. Agar yirtilib ketsa, yenisini setib olsam bo'ladi-ku. Ichki davrdagilarning qimmat qarshisida cho'qim farq bo'ladi. Shunga bir-biriga yaxshiroq tushuntirish kerak. Har qancha chiroyli kiyim bo'lsa-mu, jiddiy vaqtda asqatmaydi. Vaqti kelganda gapimning ma'nosini tushunib qolasan. Bo'ldi, yamanmay. Kirib armingizni elang, opa. Charchab ketdingiz, ha? Opa, bo'ldi, kirib keting. Xo'sh. Xo'sh. O'g'lim, cho'ng bo'g'ining bilan ahling tex kichik. Mayli nimali qil. Seni kech-kunduz beqib cho'ng qilgan ajrimga hargiz javob qaytarolmaysan. Dunyodagi har qanday onaning ajriga javob qaytarish qiyindir. Mehribon onam elib qo'liga yingni, tikdi kechalab chiroyli kiyim, o'tkazdi u uyqusiz tuman kechini, ajrini oqlashga kechikdin balkim. Kim degan bo'g'iydi qilsang vafoga jafo, bir umr qolasan dard pushaymonda. Yuqorqi misralar tong davridagi shoir Mingjaoning Musofirning Faryodi nomli she'ridan qisqartib elingan oriya bo'lib, bir mehribon onaning ayrilish oldidagi o'g'liga bo'lgan cho'nqur mehr muhabbatini ifodalab beradi. Tushundinglarmi?